Ko'z ham gripp bo'ladimi? Ha, albatta. Hozirgi kunda xalqning orasida keng tarqalgan bu atamalardan bo'lib qoldi. Ya'ni ko'z grippi vahima. Bu qanday kasallik? Ko'z grippi bu adenovirusli konjektivit deymiz oftalmologlar tilida. Ya'ni qo'zg'atuvchisi shu adenovirus bo'lib, ko'z shilliq qavatida ko'payishi, rivojlanishi va kasallikning simptomlarini belgilarini keltirib chiqarish bilan kechadi. Bunda nima bo'ladi? Bunda bemorda bitta ko'zi qizarishdan boshlanadi, yoshlanadi, qizaradi va yiringli ajralma chiqib qolishi mumkin. Bakteriyali yallig'lanish qo'shilishi bilan bunda ko'zda tiqilish, yoshlanish, shu kabi shikoyatlar bo'ladi bemorda. Va 3-4 kundan so'ng ikkinchi ko'zga o'tadi kasallik. Va shu bilan birga agar bemorda immuniteti past bo'lsa, gripp umumiy holatda intoksikatsiya va gripp holati bilan kechishi mumkin. Immunitet yaxshi bo'lsa, kasallik qisqa muddat 2-3 kun davom etib yengib yorishi mumkin va ba'zilar hattoki yuqqan taqdirda ham kasallanmasligi ham mumkin. Immunitet yaxshi bo'lsa. Bu kasallik bilan avval og'rigan bo'lsa, qayta kasallanmaslik ehtimoli yuqori. Ya'ni bir marta ko'z grippi bo'lgandan keyin inson 1 yil davomida yoki undan ko'proq uzoq vaqt davomida 2-3 yil davomida kasallanmaydi, lekin yana kasallanish ehtimoli bor. Sababi qo'zg'atuvchisi o'z shaklini, virulentlik shaklini o'zgartiradi-da, organizm immunitet uni tanimay qoladi va shu oqibatida yana u bilan kasallanishi mumkin bo'ladi, ehtimoli bor. Bu kasallik bilan murojaat qilib kelganda birinchi o'rinda kasallikni qo'zg'atuvchisiga qarshi dorilar, ya'ni virusga qarshi preparatlar va shu bilan birga antibakterial preparatlar buyurilishi bilan davolanadi. Kasallikning yuqish yo'llari kontakt orqali, kam holatlarda havo tomchi orqali bo'ladi. Ya'ni kontakt degani nima degani? Shu bemor odam ko'zini ishqalab, qo'liga adenovirus o'tadi va bu qo'li bilan eshik yudrushkalarini va boshqa narsalarni yoki boshqa bir shaxs qo'lini ushlash oqibatida uni qo'liga o'tadi va u ko'zini ushaganda adenovirus ko'z shilliq qavatiga tushish oqibatida yuzaga keladi. Bu kasallik bilan kasallangan bemorlar oftalmolog shifokor huzuriga albatta murojaat qilish kerak. O'zicha yallig'lanishga qarshi tomchi vositalarni quyishlik bilan tezda tuzalib qolmaydi. Vrachga murojaat qilish kerak va vrach ko'rib kerakli dorilarni yozib beradi. Asoratlari agar davolanmasa og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Keratit, shoh parda yarasi, shunga o'xshash og'ir asoratlar beradi.